Diqqat, shoshilinch xabar. Taniqli futbolchi Abduqodir Husanov haqida noxush xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan, birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Diqqat qiling. Abduqodir Husanov zaxirada qoldirilgan uchrashuvda Manchester City Juventusni yirik hisobda yutdi. Klublar o'rtasidagi jahon chempionati G guruhining so'nggi turidan o'rin olgan Juventus va Manchester City klublar ishtirokidagi bellashuv o'z nihoyasiga yetdi. 3-tur doirasida Juventus va Manchester City bahsi bo'lib o'tdi. Abduqodir Husanovning jamoasi 5-2 hisobida g'olib bo'ldi va guruhni peshqadam bo'lib yakunladi va play-offga yo'llanma oldi. Ushbu bahsga Abduqodir Husanov afsuski maydonga tushirilmadi. Ushbu g'alaba orqali manchesterliklar guruh bosqichini 100% natija bilan yakunladi, deyiladi xabarda.